Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Aniq Trader YouTube kanali, Trade Recap, o'rta muddat, USD CAD. Hop, boshlaymiz. Nimalarga e'tibor berdim? Nima sabab men short, ya'ni sell ishladim? O'shani hammasini tushuntirib boraman. Hop, birinchi ko'rayotgan narsamiz katta tashqi likvid yechildi. Shundan keyin men уже pastga harakat kutdim. Ya'ni ichki likvidlarga bu yoqdagi masalan IFUG zonalarimiz bor yoki bu yoqda ichki likvidlar bor, shunaqa harakat kutdim. Birinchi sabab shu. Hop, masalan bu olindi katta likvidimiz. Bu yerda har xil ma'lumotlar o'zim bozorga qarashimni ham aytib ketaman sizlarga foydali bo'ladi. Ko'pchilik base topa olmayman deydi. Masalan, ICT ni o'rganganman deydi. Integram bilaman, lekin base topa olmayman deydi. Men qanaqa base topaman masalan? Base eng oson yo'li bo'ldi ichki va tashqi likvidlar. Kimdir aytishi mumkin, eng oson yo'l CRT deyish mumkin, u deyish mumkin. Hammaning o'zining fikri bor. Men uchun eng logikasi osoni ichki va tashqi likvid. Masalan, bu yerda tashqi likvid yechildi, shundan keyin ichki likvidga harakat. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, pastga displacement ko'rdik. Hop, masalan, tashqi likvidni, ya'ni external range liquidity yechilgandan keyin sizlar bu yerda enter qilish kerakmi? Yo'q, bozor xoli qo'yasiz. Chunki nimaga? Birinchi o'rinda market profilini ko'rish kerak. Market profili bu yerda nima bo'lyapti? Qaranglar. Bu expansion bo'ldi. To'g'rimi? Oxirgi harakat expansion. Va shundan keyin bu yerda ko'ramiz, range ga tushib qoldi. Hop, 1 minut shundoq. Zaryadga qo'yib oling MacBookga. Hop. Bu yerda уже accumulation tushib qoldi. Shundan keyin pastga displacement ko'rdik. Bundan masalan qatnashmayapsiz deylik. Shundan keyin nima qilasiz? Narx ko'ryapsiz, уже yana bitta harakat bo'lyapti tepaga. Aynan shu joyda narx bizga ichki likvidni qoldirdi. Ichki likvidni qoldirdi. Narx uni to'ldirdi va pastga harakat ko'rdik. Shundan keyin bu yangi hafta ochilishi. O'sha tepada ishi yo'q men uchun. Ya'ni ichkidan o'sha bo'ldi. Pastga harakat kutyapman. Hop. Daily time frame o'tirgan bo'lsak, bu bizning weekly ichki likvidimiz. Hop, bu yerda yana nima bo'ldi? Yana o'sha narsa. Tashqi ichilyapti. Ichiga harakat. Ko'rasizlar? Bu ichki likvidimiz mana. Bundan keyin tashqi harakat. Bu hafta ochilishi. Hafta ochilgandan keyin asosiy harakat qayerga bo'ldi? Tepaga bo'ldi. Tepaga ko'ramiz manipulyatsiya. Aynan manipulyatsiya ichki likvidga to'g'ri keldi. Ko'rdinglar? Buni turamiz. Nima ko'rasizlar bu yerda? O'tilgan darslar hammasi IFUG. Hop, buni ko'rdinglar. Hop, buni chizib qo'yamiz, oddiy shu liniya qilib qo'yamiz. Endi qaranglar. Mana bu candle qanaqa candle turibdi? Ko'rasizlar, bitta katta candle. Bu candlechi tepasini ham olmagan, pastini ham olmagan. Bu candlechi. Bu ham xuddi shu narsa. Ya'ni bu yerda o'zi range candle hosil bo'ldi. Range candle hosil bo'lgandan keyin esingizda qolsin, ko'pincha shu FVGdan oldin hosil bo'ladi va range high olingandan keyin range low ga harakat bo'lib ketadi. Bu haftalik openimiz. Haftalik open. Haftalik candle open. Hop, narx ko'ramiz, harakat qilyapti. Mana range high. Bu yerda alomat USD CAD katta, ya'ni kanadskiy dollar futuresni buni olib qo'ydi va shundan keyin shu joyda manipulyatsiya bo'lish kerak edi. Men manipulyatsiyani основной tutib yoki double ko'rishni aniqlayman.
Shu joyda nima bo'ldi? Sell stop va buy stop. Hop, shu yerdan kirib ketsa bo'lardi, lekin men bu yerda entrylarni bu hozirgi momentda shogirdlarimga MXM mentorshipni o'tayotganim uchun ularga ancha xavfsizroq entrylarni o'rgatyapman birinchi. Shu sabab komandam bilan birga zeka ochdik. Hop, qanaqa ochdim? Nima sabablarga ko'ra? Hop, bu yerda FVG buzildi. Narxini tepa atkat bo'tdi. Double push model bo'ldi. Shundan keyin pastki displacement ko'rishni boshladik. Ko'rganda menda mana shu blok, ya'ni tepaga narx itarib blok juda ham qiziq botdi. Ya'ni shu buzilgandan keyin men entry qilaman deb. Stop katta yu deyishinglar mumkin, lekin bu yerda stop kichkina qilib stop olib qo'ygandan ko'ra yoki stop kichkinlashtiraman deb pozitsiyani shuncha kutib turib, shuncha vaqt kutyapsiz, 2-3 kunlab kutyapsiz. Bu pozitsiyani qo'yib yuborish bu noto'g'ri bu. Shuning uchun ozgina shu pipslarni qizg'anmasdan kiraverish kerak. Va shu yerda biz bu yoqda entry qildik, tepaga stop qo'yib va range low'ni kutyotgandik. Range low kutayotgandan keyin narx bu yoqda juda katta emas, normalniy narxga tushib qoldi, accumulation tushib qoldi. Men shu paytda mana shu order block kutdim. Ya'ni order blockga kelsa, men yana pozitsiya qilmadim. Kelmadi, range ga tushib qoldi. Va shu yerda o'zi men bilan bo'ldi, demak PDLda save qilish kerak yoki yopib olish kerak deb. Men shundan keyin o'zi PDL olmagan uchun PDLda bitim yopib bordim. Va 1.8 error ishlandi. Logika qanaqa bo'ldi? Ko'rasizlar? Katta time framedan tushib qolman bitta shu pozitsiya uchun. Bu pozitsiya masalan 100 milliy akkaunt bo'lsa, masalan 1% qo'yganda salkam $2000 bo'lardi. 3 kun kutganingizda $2000 foyda, bu juda ham yaxshi natija yana. Katta ehtimol bilan bu range low'ga tushadi. Biz bu yoqda o'zi yopdik. Bitimmi? Yuzgat salkam 1-2 error. Nima sababla kirganim hammasini tushuntirdim. Xudo xolasa yaxshilab tushunib ko'rsanglar inshaalloh foydali bo'ladi. Ko'rasizlar, qaranglar, weekly opendan qancha tepa ketyapti. Endi o'ylaylar, nimaga shunchalik ichkilikingizga harakat sekin bo'lyapti, lekin ichkilikingizdan keyin bu yoqda o'zi model bergandan keyin narx hech tez bo'lib ketib qoladi. Uni o'zingiz backtest qilib data qilsanglar, hammasini topib olasizlar. Hammasi oson. Bozor ko'proq ko'raverish kerak. Aniq trader YouTube kanali xudo xolasa darslar ham chiqadi. Hozir aslan trade rekaplar qilib ko'zni pishirib turinglar. Maksimalniy trade qilib foydalanish kerak bozor berayotganda. Keyin yana bitta narsa, Telegramga kirib podpiska tashlaylar. Bu yerda aniq trader chatimiz ham bor. Chatda nima savollar bo'lsa bemalol beraverasizlar. O'zim inshaalloh javob beraman. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.